Miya uncha kerak bo'lmay qolyapti, sun'iy intellekt bor, ovoz uncha kerak emas, fonogramma bor, qo'l mehnatini robotlar bajaryapti. Shu ketish bo'lsa, kelajakda qaysi tana a'zomiz kerak bo'lmay qolishi mumkin? Aka, endi yo savol zo'r aka. Mana tulkini erkagi, ichimda 3 ta odam bor, ulardan zo'r. Endi Tushundim. hada, shada aytay. İçimdegini aytdi dalik. Ba'zi odamlarga ikki og'iz gap. Nafsini tega olmasdan bo'kib yeb, oxirida molda yebmiz deb, men nomimni ishlaturmaylar. Men semirsam sallaga foyda. Yana semirgan odamni ko'rsa, cho'chqadek semiribsan deyshadi. Men nomimni ishlaturmasdan undan ko'ra zalga chiq, sport bilan shug'ullan, karotchi. Xullas do'stlar, podkastimiz tugadi. Bu videoni molda yeb, cho'chqadek semiradigan do'stlarga yorib qo'yinglar.